Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi partiyamiz yetib keldi. 4 donagina Xudo xolasa qo'ydi papalari yetib kelgan. Dumbalarni ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa bu qo'ylarimizni qurbonlikka tavsiya qilamiz. Zotga ham bo'laveradi ama. Kimga mana qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, tez aloqa chiqaraverasizlar. Nomerlarimizni ekran ostiga qoldiramiz. Aka, bu qo'ylar nech pul ekan endi? Qo'ylar Xudo xolasa liderlardan keldi. Obunachilar bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysin, yangi kanalda. Xudo xolasa yurib kelsa, qo'yni zo'rlarni arzonlab chiqarib beramiz. Ha, bo'ldi. Soni 4 dona. Aka, zotga olaman degan odam hali 1,5 ming, 2 ming dollardan olmaydi. Buni olib borib tayyorlasin aka, zotga yonib chiqadi qo'ylar Xudo xolasa. Tushlarni ko'ryapsizlarmi? Tushlari ham Xudo xolasa o'ziga yarashgan. Quloqlari ham Xudo xolasa butun. Yarimtaligi yo'q. Aloqa chiqaraverasizlar. Aka, buni bo'ylarini nechaga beramiz endi? Aytvaringchi. 80 plyusga olishar, qo'ylar bo'yi 85 ga yaqin. Xudo xolasa kelasi ham paytda bir xil bo'yi buni. Yashi. Yoshlari aka 10 oylik qo'zlar. Tish yorgani yo'q hali. Tish yorishga endi kelyapti ekan. Oborib zotga tayyorlasin, maza qilib olsin. Menga Xudo xolasa narxini kanalga arzon qilib qo'yib beramiz aka. Narxi nech pul aka? Aytvaringchi. Aka 10 milliondan chiqadigan qo'y narxini aka 8 milliondan beramiz. Bo'ldi. Eshitdilarmi obunachilar? Xudo xolasa mana shu nomer ekran ostiga qoldiramiz. Aloqaga chiqaraverasizlar.